Buvayda tumani, Yanodobod qishlog'i. Toshkent O'sh xalqaro avtomobil yo'lida yirik yo'l transport hodisasi yuzaga keldi. 29-noyabr tongida A373 yo'lning Yozyovon, Oltiariq, Uchko'prik, Buvayda va Dang'ara hududlari bo'ylab o'tgan qismida qalin tuman tushib, ko'rish masofasi keskin qisqargan. Natijada bir nechta mashina bir-biriga urilib, jiddiy zarar ko'rgan. Videolarda metallga aylangan avtomobillar, yon atrofga sochilib ketgan yuklar, hatto bir mashinada bo'lgan baliqlar yo'l bo'ylab to'kilib ketganini ko'rishingiz mumkin. Hodisa tongi soat 8:00 atrofida sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, jarohat olgan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan va shifoxonaga yetkazilgan. Qalin tuman mayda noqulaylik emas, bir zumda butun yo'lni falokat maydoniga aylantirishi mumkin. Yo'llarda ogoh va hushyor bo'ling, tezlikni oshirmang. Anhor uzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.